Faqat maktab o'quvchilari IELTS olishar ekanda, universitet talabalari ham bormi? Ularga ham bonus beriladimi? Bizning talabalar ham katta natijalar qilishadi. Hammaga salom. Bu safar biz Termiz davlat universitetidamiz. Imperial Miss Niluffarning IELTS kurslarida tahsil olgan malika ilk urinishdayoq overall 7 ball natijani qo'lga kiritdilar. Malika 4 section bo'yicha skorlaringiz qanaqa edi? To'g'risini aytsam, bu natijani umuman kutmagandim. Reading sectiondan 8 olganim IELTS 7 olishimga eng katta sababchi bo'ldi. Yuqori IELTS olishda nima muhim deb o'ylaysiz? Aslida muhim faktorlar ko'p, lekin IELTS 5.5 da qotib qolganlar uchun Jilor Englishda mustahkamlashni maslahat beraman. Aytgancha, intermediate darajasini men Miss Teoraning guruhlarida tugatganman. Imperial IELTS kursi sizga yoqqan jihatlar qaysilari edi? Aynan IELTS kurslari demaylik, o'quv markazidagi ingliz tili muhiti eng yoqqan jihat men uchun. Tabriklayman malika, 7 ball natijangiz uchun 1 million so'mlik cashback. Imperial Akademiyaga rahmat. Malika, sizga ham shu savol. Cashbackni nimaga ishlatmoqchisiz? Hozircha o'ylab ko'rmadim, lekin bilimga investitsiya qilish niyatim bor. Agar siz ham talaba bo'lsangiz, IELTS yoki TOEFLdan yuqori natija olishni istasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va noyabr oyida ochiladigan kurslarimizga yozdiring. Keyingi manzilimiz qayer ekan? Nima qildim hozir masalan?